ويتجنبها الأشقى ويتجنب يتجنب degani tajannaba fe'lidan olingan, ya'ni chetlanadi degan. Ha, undan, ya'ni nimadan? Bu yerda nima haqida gap ketgan edi? Az-zikro, zikr, ya'ni eslatma haqida. Ya'ni o'sha eslatmadan chetlanadi kim? Al-ashqo, alif lam artikl bilan kelyapti. Aniq badbaxt bo'lgan kimsa eslatmadan undan chetlanadi. Allazi yaslan narol kubro, yasla tashlanadi, ya'ni o'sha chetlangan, yatajannabaga qo'shyapmiz, chetlangan kimsa naro, olovga, al kubro, katta olovga tashlanadi. Summa, so'ng, la yamutu o'lmaydi. Fiha, u yerda, ya'ni bu yerdagi ha bu kubro, katta olov bo'lyapti. Katta olovda, u yerda la yamutu o'lmaydi va la yahya va yashamaydi ham. Yahya yashamoq fe'li, la yahya yashamaydi. Qad, dar haqiqat, aflaha najot topadi, man kimsa, tazakka, ya'ni poklagan kimsa. Nimadan? Gunohdan o'zini poklagan kimsa najot topadi. Va zakara isma robbihi fasalla, va Robbisini ismini zikr qiladi, bas solla namoz o'qiydi. Balki tu'thiruna, afzal ko'rasizlar, ko'plikda kelyapti. Al hayata dunya, dunyo hayotini afzal ko'rasizlar. Mana ta bilan kelgani, ya'ni murojaat qilyapti. Sizlar deb muxotob aytilyapti. Tinglovchiga sizlar dunyo hayotini afzal ko'rasizlar. Val axirat, va oxirat xoyrun, yaxshidir. Va abqo, va boqiydir, ya'ni abadiydir. Oxirat abadiy. Bu dunyo nima ekan? Abadiy emas ekan. Xoyrun, oxirat boqiy va abadiy bo'lsa, bu dunyo demak sharrun, yomon va abadiy emas ekan. Yomon qaysi ma'noda? Bu dunyoda sinov uchun kelganmiz. Agar tavhidda har bir amalimizni Allohga bog'lab yashasak, bu dunyodagi amalimiz uchun oxiratda jannatni mukofot olamiz. Lekin shu dunyo hayotini biz oxiratdan ustun qo'ysak, mana Alloh taolo aytgandek, ustun qo'yasizlar, ustun qo'ysak, bu dunyo hayoti evaziga biz oxiratda jahannamni sotib olamiz o'zimizga. Inna, albatta, hada, bu, lafi suhufil ula, uchun degani manovi bu yerda la bo'lib kelyapti. Avvalgi sahifalar uchun, ya'ni avvalgi sahifalarda bordir degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni bu yerdagi eslatmalar, payg'ambarimizga keltirilgan nimalar avvalgi sahifalarda ham, ya'ni avvalgi payg'ambarlarga ham aytilgan ekan. Suhufi, qaysi sahifalar ekan? Suhufi ko'plikda kelyapti. Sahifalardagi Ibrohim va Musa, ya'ni Ibrohim va Musoni sahifalarida, ya'ni ularga berilgan ilohiy sahifalarda ham bo'lgan ekan.